8-mart eng ulug' bayram, onalar uchun eng qutlug' bayram degan she'r o'tadi. Mana 8-mart ham nihoyatda yaqinlashib keldi, azizlar. Kim 8-martga sovg'a olaman desa, Paddalishi magazin, ya'ni parfyumeriya magazin Faravon bozoriga ochildi. Mana shu apamizni do'konlari hamma narsadan bor. Shampundan tortib sovungacha, sovundan tortib parfyumeriyaning hamma turi, duxi, adikalon, balo battar, Rexona, qo'ltiqdagi ustidagi hamma narsalar bor. Arzon qilib beradi. Bu do'konga ochilgan soatlarni ko'rmaysizmi? Xullas hammasi shu do'konda bor. Marhamat qilasizlar. Uni qaranglar. Hammasi bor. Hali bu magazinlar yana to'ladi. Hali yangi ochilgan. Sovg'a tariqasida pazarka qilib berishgan maydiqinga korzinka, savatchalari ham yo'q emas. Uni qarang. Hamma narsalardan bor. Bu do'kon 43-do'kon. Vokzal tomondan Faravonga kirganda 43-do'konda kelaverasizlar. Hamma narsadan bor. Bemalol qizlar